Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bugungi videomda sizlar bilan tunji qitimliq ona til darsida nima ish qilganligim haqida va nimadan o'ylaganligim haqida ozroq o'rtoqlashib bakmoqchiman. Tunji qitim ona til darsimizni boshlagan vaqtimizda bizning birinchi bo'lib ehtiyojli bo'lganimiz bolalarning saviyasini bilish. Balkim bizga shu o'quvchilarni topshirgan maktab, o'rin yoki ota-onalar bizni darsdan burun ozroq o'quvchilarning saviyasi bilan seviyesinin uçurları bilen təminləşi mümkün. Ama bu biz anlığımız bilen kupaylanıp qalsaq bo'lmaydi. Sınıfqa kirgandan keyin çoxum birinci bu balalarni azroq yozdırıb beqish, azroq o'qitib beqish qatorliq sınaqlar bilan ularningki saviyasini o'zimiz bir bilib bakqanimiz bu bək foydali bir ish bo'ladi bizning keyingi taraqqiyotimiz uchun. Şundaqla bizni balkim shu maktab yoki shu o'rin balalarga bu darslikni o'tisiz deb darslik bilan ta'minlashi mumkin, lekin bizni o'qitish metodi bilan ta'minlab bermaydi. Shuningdek bizning balalarning saviyasini aniq bilib olishimiz, bizning shu materiallarni balalarga qaysi xil shaklda yetkazishimiz, qaysi xil dars metodini o'tib berishimiz qatorliq mazmunlarda o'ylanishimizga nihoyatda cho'ng yordamda bo'ladi. Men to'g'ri sizlarga bir rasm ko'rsatib qo'yay, qani o'rtoqlashib boqaylik. Bu resimning ismi o'quvchilar ona til saviya diagrammasi. Yani men buni o'zim balani o'qitish jarayonida bir taxminiy holatda tuzib bakkan bir jadval. Men buni butunlay to'g'ri deb qarmayman va sizlar bilan buningki adresini o'rtoqlashmayman. Faqat bu yerda ozroq shu fikrlarda o'rtoqlashib baqsaq, qolgan mushtaq tuzmoqchi bo'lgan qarindoshlar o'zinglarning qo'lidagi bolalarning ahvoliga qarata bir qor taraqqiyot bosqichini tuzib planlab olsanglar, ishinglarga texim bak az qotadi deb qarayman. Qarab baqadigan bo'lsak, balkim biz o'quvchilarni manual bosqichda qabul qilishimiz mumkin yoki azroq o'rgangan bolalarni qabul qilishimiz mumkin. Mushta har xil saviyaga bolalar uchraydi bizning oldimizga. Shuningdek, bolalarning saviyasining qayerda ekanligini tunji soatlik darsimizda yoki tunji haftalik darsimizda asosan shu bolalarning saviyasini, qayerda ojizlik nuqtalari bor, qayerda yaxshi degandek narsalarni tushunib olishga, to'liq egallab olishga tirishishimiz bizningki qo'limizdagi shu darslik materialni qaysi xil yo'sinda o'tib bolalarningki bakrak foydalana olishiga sunib bera olishimizga alayda yordamda bo'ladi. Birinchi qitimliq darsimda yoki bir haftagacha bo'lgan oraliqda qilgan ishlarim mana shu bolalarning saviyasini bilish, ularni o'qitib beqish, yozdirib beqish, yana birisi hech narsaga qaramay turib imlo qildirish orqali ularningki saviyasini belgilash bo'lgan. Bugungi sizlar bilan o'rtoqlashadigan temam shunchalik. Keyingi qitimliq videolarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Qimmatli taklif fikrlaringlarni inkas rayoni qoldirib qo'yishni unutib qolmanglar. Alloh qamani